Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan CSS ga kirishni o'tamiz. CSS nima o'zi? CSS bu web sahifaga bezatish beradigan tildir. Agar HTML uy keladi bo'lsa, CSS uning dizayni, rangi, o'lchamlari va joylashuvini beradi. Masalan, H1 ga salom deymiz. Salom. P ga esa bu mening loyiham. Bu yerda esa hozir brauzerda ochsak oddiy chiqadi. Keling, mana shunga CSS berib qilamiz. H1 gulli qavs ochamiz. Color blue qilamiz. Font size'ini esa 40 piksel qilamiz. 40 piksel. Va P nikini rangini esa sariq qilamiz, grey. Natija H1 da ko'k rang bo'ladi, P da esa kul rang bo'ladi. CSS ni sintaksi. Misol uchun select house ochilgan, property value. Bu nima deb o'ylashinglar mumkin? Bu esa misol uchun H1 bu select bo'ladi. Property esa bu rangi, color. Value esa bu har xil rang berilganligi. Eng ko'p ishlatiladigan propertylar, misol ranglar. Green, yashil, manta rangini o'zgartiradi. Ko'k, qizil, qora va eng ko'p ishlatiladigandan biri bu kul rang. Fonlar div qilib background color'ini yellow qilsak, yellow bo'ladi, lekin bizda hozir ishlamaydi, chunki bizda div degan tagimiz yo'q. Divni yaratib oldik. Endi o'tsak, mana ko'rib turishingiz mumkin. Va keling, mana shu divni o'lchamlarini qilib yozib chiqamiz. Birinchi bo'lib H1 ga font size'ini 32 piksel beramiz. Bu boy aytib o'tganimdek, tekstni har xil o'lchamidir. Divni kengligi width 300 piksel beramiz. Balandligi esa height 200 piksel beramiz. Mana shunday bizda hozir paydo bo'lib qoldi. Va tekstlarni biz ozgincha o'rtaroqga qilib, chetlaridan surib yopishib qolmasligi uchun biz padding marginlar ishlatamiz. Bu margin paddinglar padding bu ichki joydir. Margin bu tashqari joy. Mana ko'rib turishingiz mumkin. CSS ni HTML ga qanaqa ulaymiz deb o'ylaysizlar. Keling, sizlarga ko'rsataman. Birinchi bo'lib title joyini pastdan link qilib yozamiz va nuqta slash qilsa, o'zingizlarning CSS yaratgan faylga chiqib keladi va shunda qilib ulasanglar bo'ladi. Va ikkinchi usuli bu heightdan pastiga style deb yozib ketsanglar bo'ladi. Style va har xil narsalarni yozsanglar bo'ladi. H1 color qora qilamiz. Va mana qora. Kichik misol H1 klassi esa title va hello deymiz. Hello. Va uni tagidan button tugma yaratamiz. Buni CSS esa mana qilamiz. Title qilamiz. Lekin endi buni esa biz klass chaqirayotganimiz uchun nuqta bilan chaqirib olamiz. Bo'lmasa ishlamaydi va xato chiqazadi. Color'ini oq qilamiz. Yo'q, oq emas, keling, purple rang qilamiz. Purple.
va font size'ini 50 piksel beramiz. Font size 50 piksel. Va uni tagidan buttonni nimaga biz nuqta bilan olib olmadik? Chunki bu klass emas, bu oddiy bir o'zgaruvchidir. Agar klass berganimizda xuddi H1dagi nuqta bilan olib olardik. Background color, background blue beramiz. Background blue, color oq, padding tepa pastdan 10 piksel, ikkita yondan 20 piksel. Borderini esa yoqib qo'yamiz none qilib. Mana ko'rishingiz mumkin natija. CSS bilan rang bersanglar bo'ladi, joylashtirish, animatsiya qilsanglar bo'ladi va responsive dizayn qilsa bo'ladi. Agar xohlasangiz keyingi darslarda class, ID yoki flexboxni ham tushuntiraman. Ko'rishguncha xayr.